Mendan keyin yosh avlod meni ko'rgan payti menga ko'mir bo'lsin, meni ko'rsin degan nisbatan qilganman. Hozir aktivistlar chiqqan, men urushaman, u bilan men urushaman, aktivistlar borda foydalanadi. Yo'q, u men bilan revanch qiladi, shundan yutqazsan sport tashlayman. Bitta muxlis bo'lar ekan, 10 mingtaning o'rnini bosayotgan muxlis bo'lar ekan. Shunaqa muxlislarim bor ekan, ko'rib chiqib juda xursand bo'laman. Sizlar men bilan qoling. Agar menga yaxshi ko'rmasa, meni yomon ko'rib qolgan bo'lsa, ishonchni oqlay olmagan bo'lsam, meni joniga tiqib taylayman, meni ko'rmang. Lekin meni yurakda muxlislarim bor, men bilan qoladi u oxirigacha. Sizlar bilan inshaalloh men sizlarga va'da beraman. Sizlarga gold va'da beryapti. Gold gapirishi, turishi shunaqa bo'lib o'ladi. Men sizlarni yaxshi ko'raman O'zbekiston. Sizlar bilan qolaman. Yurakdan gapiraman bu narsalarni. Revanchga inshaalloh men endi katta gapiraman. O safar katta gapirmadim. Endi katta gapiraman. Bo'yinni so'rab olaman. Aprel oyini kutinglar va oktagondan so'raymiz. Sog' bo'ling va salomat bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'raman.